Assalomu alaykum. Balkim sen shunaqa hayot ko'rgangandirsan. Lekin sendagi insonni menga boridan yo'g'i yaxshi. Nima? O'zbekona.tv taqdim etadi. Seni ilk bor ko'rganda qilding meni shaydon. Shunda qalbda ezgu orzular bo'ldi paydo. Va men ishqingda bo'lardim ado. Lekin endi qolarman gado. Bu qalbimdagi orzular, so'ndi so'nmas tuyg'ular. Seni qilmishing xato, yuragimni parchalar. Seni suvgan bu ko'zlar, nahot seni ko'rolmas. Seni sevgan bu yurak, bil o'zgani sevolmas. Qalbimdagi orzular, so'ndi so'nmas tuyg'ular. Seni qilmishing xato, yuragimni parchalar. Seni suvgan bu ko'zlar, nahot seni ko'rolmas. Seni sevgan bu yurak, bil o'zgani sevolmas. Yuragimda senga bo'lgan muhabbatim asta so'nib borar. Ko'zlarimda senga bo'lgan nafratim ortib borar. Sevasam yoki yo'qmi bilmadim jonim, ayriliqdan ko'nglim to'qmi bilmadim yorim. Qani muhabbatga vafo ko'rmadim jonim, ma'nosi bormi yo'qmi bilmadim zolim. Xayollarim ham, orzularim ham ketdi qaylarga. Bu qalbimdagi orzular, so'ndi so'nmas tuyg'ular. Seni qilmishing xato, yuragimni parchalar. Seni suvgan bu ko'zlar, nahot seni ko'rolmas. Seni sevgan bu yurak, bil o'zgani sevolmas. Siz suratda ko'rgan inson bundan 1 yil avval avtohalokatdan ko'z yumgan. Siz ham u inson kabi men uchun qadrlisiz. Endi boshqa ko'rishmasak kerak. Alvida. Qalbimdagi orzular, so'ndi so'nmas tuyg'ular. Seni qilmishing xato, yuragimni parchalar. Seni suygan bu ko'zlar, nahot seni ko'rolmas. Seni sevgan bu yurak, bil o'zgani sevolmas. O'zbekona.tv